Aka pomidor nechi pul? 30 ming. Aka 20 ming qilib bering, studentman-da. Mayli, olaman. Aka naskilar nechi pul? 10 ming. 8 mingdan qilib bering, studentman-da. Ha, mayli ol. Singlimga uylanmoqchi ekansan, nima ish qilasan? Studentman. Student? Men roziman. Studentman-da. Aka studentman-da. Studentman-da. Aka Samarqandga nechi pul? 300 mingga ketsammi? Aka sal arzonroq qilib bering, studentman-da. Menga po'q kimliging. Surxondaryoga borishimiz kerak. Opa farzandli bo'libdilar, turib qoling. Yaqinda borib keldik-ku. Tagizda mashina bor-ku, yaxshi-ham. Turib qoling, yuring. Nima? Davlinalar oshib ketibdi. Onamni davlinalar oshib ketdi. Limon choy ichsin, davlinasi tushadi. Yo'q, ko'rgan Surxondaryoga bormasak bo'lmaydi. Kuni kecha keldik-ku, kuni kecha keldik o'sha Surxon. Bormayman men. Yo'q, borasiz. Menga to'yda oldin va'da bergansiz. Allo, biz hozir boramiz, deb boramiz. Soat yuraman. Shadiyar aka, ketdik. Qayoqqa? To'yga ammam to'y qilyapti ekan. Seni ammang yo'q-ku? Onam ammasi meni ammam bo'ladi. Ayang ammasi, keyin dadang xolasi, keyin qo'shningga tovuq tuxum qo'ysam, biz Surxondaryoga borib kelishimiz kerak, ha? Agar bitta ishlasa, bilasan, qo'ldan qavarib ketadi. Men qatni urib qayerga qavarib ketdi. Topgan qala qarab o'tiribman. O'tilaryapman. Bormayman men. Bormaysizmi? Yo'q. Bo'pti unda. 4 ta erkak ichida bitta o'zim ketaman. Chidasiz bo'ldi. To'xta. Kimlar taqlab berishmoqda? Shadiyar kiyimizni almashtirmay ketdik Surxondaryoga. Nimaga? Chunki mashinani sotib yubordim. Ketdik dadasi, yura qol. Ha, keling. Aka, to'y Surxondaryogacha necha soat yuradi? 16 soat. Yura qoling. Vay bana, vay vay.